Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda ona bola qo'y ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan o'zimizning xonadonda boqib yurgan aka-ukalar qo'yimiz bor edi. Sizlar uchun shu qo'yimizni sotuvga chiqaryapmiz. Juda ko'pchilik qo'y so'rayotganda, sovliq qo'y so'rayotganda akalar, biz o'z asli bo'g'oz mol chiqaramiz. Endi buni boqib yurgan qo'yimiz edi. Sotuvga chiqaryapmiz akalar sizlar uchun. Xo'p, Qirg'iziston qo'yi aka-ukalar. Ikkinchi bolasi. Enasini tishi 6 ta ekan, bo'yi 80 pilusiga olaverasizlar akalar. Enasi Qirg'izistondan kelgan. O'zimiz ishqiboz bo'lib, egizakchi deganda apganmiz. Haqiqatan mana egizak tug'di akalar. Ikkala bolasi ham qo'chqor aka. Ikkala bolasini ham qo'chqor tug'di akalar. Bolasini tuqqaniga bugun 1 hafta bo'ldi akalar. Ikkalasi ham qo'chqor. Tanijoni sog'lom, yeb ichishi zo'r qo'ydi. Aybi nuqsi yo'q. Ikkala bolasini ham mana boqib yuribdi. Birinchi bolasida ham egizak tuqqan ekan. Men mana shu bo'g'ozligida apganman o'zim ishqiboz bo'lib. Ikkala bolasini ham qo'chqor tug'di. Ozgina mablag' kerak bo'lib qoldi, o'shanga sotuvga chiqaryapman akalar. Kuratishi 6 ta ekan enasini. Hozir ochib ko'rdim. Ikkinchi bolasi Qirg'izistondan o'tgan. Ikkala bolasi ham sog'lom, enasi ham sog'lom, yeb ichishi zo'r. Xo'p, akalar ikkala qo'chqor bolasi bilan onasining narxini 14 million kami bor deymiz. Behijolat so'raverasizlar. Aytilgan narx muhim emas. Kami g'ij-bij telefon qilib savdosini qilaveramiz akalar. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatni akalar. Xo'p, nomerimiz 95 059 33 36. Har yili egiz tug'ib tursa akalar, qo'yxonalaringni qo'yga to'ldirib yuboradi xudo xolasa. Mana ikkala bolasi ham sog'lom emib turibdi akalar. Mana enasini ham ko'rishlaring mumkin. Mana qulog'ida ballaqlari ham bor. O'sha Qirg'izistondan o'zimiz ishqiboz bo'lib apganmiz akalar. Molga borganimizda. Ikkala bolasi ham qo'chqor. Radnoy o'ziniki akalar. Qo'shib qo'yish yo boshqasi yo'q. Ikkalasini ham o'zi tug'di. 14 million kami hayri bor akalar. Telefon qilaverasizlar. Dastavkasiga o'ylanmaysizlar, vodiy bo'ylab besplatni. Qo'y so'rayotganlar ko'p edi. Sizlar uchun mana sotuvga chiqardim akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.